Do'stlar, yana qaytarib aytaman, menga Argentina, Portugaliya umuman farqsiz. Umuman farqsiz. Men oldingi qarashlarimni aytib o'tganman. Messi 2 karra jahon chempioni bo'ladimi? Umuman chempion bo'lmaydimi? Men oldindan o'sha 18-yili kim kuchliroq deganda aytib bo'lganman. U paytlar hamma Ronaldoni aytardi. O'sha payt aytganman, chunki umumiy o'yin bor, umumiy kartina bor, bitta futbolchini boshqarishi bor. Mana yillar o'tdi. Ayni shu futbolchi qarigan paytida ham to'g'ri o'ynayotganligi uchun, IQ bilan o'ynayotganligi uchun uzoqroqqa boryapti, tinimsiz gollar uryapti, jamoasini yelkasida ko'taryapti. 82-daqiqada yangi tushgan Misr himoyachilarining ichidan jismoniy tezlik bilan o'tib ketib, Lautaro Martinezga vaziyat yaratyapti, lekin Lautaro bosh bilan darvozani aniq poyga olmayapti. Qayerdan bu kuch? Qayerdan deyilsa, hozirgi Messi darvozabon bir qanaqadir allambalo seyv qilsa qaytaradi, bo'lmasa darvozaga joylab tashlaydi. Chunki shunaqa katta bir dev futbolchiga aylanib bo'ldi. Ko'ryapsiz, yuzini ko'rsatayotgan paytda Messining Vaziniyani ko'rsatishdi-ku, undan sal xiraroq aylantirsa Buffonga aylanib qolayotgan. Men ham shunday qilib aylantirib Maradona ko'ryapman. Maradonadagi vajohat, to'g'ri, Maradonani ba'zi narsalari bor, xarakteri, keyin o'zini tutishi, keyin u Argentinani boshqa qismidan, Messi baribir Yevropa qismidan. Haqiqiy Janubiy Amerikalik ota-bobolari Diego Armando Maradonani. Umuman o'zini ko'rsangiz ham boshqasini Yevropani qoni deyarli yo'q bo'lsa kerak. Mahalliy aholi. Messi unaqa emas, Messi Yevropadan bo'lgan. Argentinani bilasiz, asosan o'sha Ikkinchi jahon urush paytida juda ko'pchilik ko'chib borgan joy hisoblanadi. Bironta qora tanli futbolchi yo'q. Shuni aytyapmiz.